Har yili dunyo bo'yicha taxminan 400 millionga yaqin tish qoplamalar tayyorlanadi. Shularning qariyb 220 millionga yaqini bu metall keramika qoplamalardir. Tasavvur qilib ko'ring-a, bu dunyo statistikasi bo'yicha 55% tashkil etadi. Bugun men sizlarga nega metall keramika hanuzgacha o'z o'rnini egallab kelayotganini va uni qanday qilib tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Metall keramika qoplamalar ikkita asosiy qismdan iboratdir. Bu metallический qismi va ustiga qo'yiladigan keramik qismi. Kelinglar birinchi o'rinda metallический qismini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Bugungi kunda metall qismini tayyorlanishda ikkita asosiy usuli bor. Bu oddiy quyma usuli va raqamli usuli. Kelinglar birinchi quyma usuli haqida gaplashamiz. Quyma usuli bu eskicha usul bo'lib, unda tish texniki qo'liga model olgandan keyin modelni mum orqali bo'lajak metall karkassi modellashtiriladi va u modellashtirilgandan keyin maxsus quyma apparatga solib, u apparatda mum metallga almashtiriladi va shu orqali metall karkas paydo bo'ladi. Buni hozir videoda ko'rib turishingiz ham bo'ladi. Modelovka jarayonida qilingan juda kichkina xatolik keyinchalik tish qoplamalarning to'g'ri o'tirishiga va uzoq xizmat qilishiga salbiy ta'sir qilib qoladi. Natija 100% tish texnikining tajribasiga va ishlatayotgan materialga bog'liqdir. Человеческий faktor inson omilini kamaytirish maqsadida hozirgi vaqtda raqamli texnologiyani o'chish jarayoni ketyapti. Bu holatda metall karkas odam mumda emas, kompyuterda modelovka qiladi va bu tish texnika uchun millimetrgacha to'g'ri detalizatsiya modelovka qilishi, qiyin joylarni zo'r chiqarib berishi imkoniyatini beradi. Kompyuterning modelovka tugagandan keyin tish texnik u faylni maxsus apparatga joylashtiradi. U apparat hozir videoda ko'rib turishingiz mumkin. Lazerning sintez orqali qumradan bo'lajak metall karkasni yasaydi. Lazerning paykadan keyin metall karkasi olinadi va chiroyli polirovka qilinadi va u keyingi etapga tayinlanadi. Bu usulda sezilarli darajada xatoliklar kamayadi. Oddiy usulda qilingan metall karkas bilan va lazerning qilingan metall karkasi pasatkasida, uzoqlikda ancha farqi bor. Metallический karkas tayyor bo'lgandan keyin keyingi juda muhim etap boshlanadi. Bu metall karkas ustiga keramik massani urish. Keramik massa urish birinchi o'rinda metall ustini apak orqali metall rangini yopishdan boshlanadi. Bu estetikaga birinchi qadamdir. Apak surilib bo'lgandan keyin tish texniki bosqich keramik massa urish boshlanadi. Keramik massa urishdan maqsad tishga shaklni berish, formasi, hajmini berishdir. Oxirgi etap bu rang berish jarayoni. Doktor qanaqa rang degan bo'lsa, odamdan ko'rib olib shunaqa rangini berishadi. Rang, forma hammasi chiroyli bo'lgandan keyin oxirgi glazurlash etapiga o'tiladi. Glazurlayotganda bo'lajak qoplamalarga sirlilik, tabiiylik ko'rinishi beriladi. Yana bitta savolga aniqlik kiritib ketmoqchi edim. Sizlarda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Nega Toshkent yoki O'zbekiston bo'yicha metall keramik qoplamalarning har bitta klinikada, har bitta rayonda narxi har xildir? Tushunarliroq bo'yicha kelinglar bitta analogiya qilib ko'ramiz. O'zbekistonda bilishingiz mumkin 15 ming so'mga bitta porsiya osh bor, например 150 ming so'mga bitta porsiya osh bor. Bu sizlar o'zingizlar tabiiyki bilib turasizlar. Bu qilayotgan ikkita oshning farqi, bu bittasi solayotgan guruchida, ziravorlarda, yog'ida, go'shtida va hokazo. Metall keramikada xuddi shu holatda tish texnika qanaqa usulda metallni tanlayapti? Oddiy usuldami yoki kompyuterli usuldami? Hozir men bilishim bo'yicha 100 dan ortiq keramika massa turi bor va ular sifat, prozrachnosti, tabiiyligi, mustahkamligi bo'yicha farq qiladi. Ko'rinishda ikkita bir xil bo'lishi mumkin bo'lgan metall keramika bunda yaxshilab ahamiyat berib qarasak, uni tabiiyligida, yaltillashida va mustahkamligiga ancha farqi bordir. Barcha afzalliklariga qaramay metall keramikaning o'ziga yarasha juda ko'p kamchiliklari bordir. Birinchi va eng katta kamchiliklardan biri bu ichida metall keramika borligi. Mana rasmda ko'rib turishingiz mumkinki, metall borligi nurni qaytara olmaydi va shu hisobida tabiiylik 100% ga kamayadi. Shu bois metall keramika oldi segmentiga qo'yilgandan keyin ichidagi metall nur qaytarmasligi hisobiga tabiiylik yo'qoladi va kulganda o'zini tushmasligi bilinib qoladi. Ikkinchi salbiy taraflardan bu metallning hamma odamga to'g'ri kelmasligi. Bir xil odamlarda bu metall allergiya va milkka noto'g'ri qo'yilsa razdrajeniyalar chaqirishi mumkin. Uchinchi salbiy tarafi shuki, metall keramik qoplamani qo'yilgan odam MRT tekshiruvda juda ehtiyotkorlik bilan qildirishi kerak. Chunki metall keramik qoplamalar to'g'ri tortilib ketmaydi MRTda. No, artefaktor, iskajenlar, noto'g'riliklar chiqishdan sababchi bo'ladi. Shuning uchun metall keramik qoplamalar bugungi kunda o'z o'rnida sekin-sekin kompyuterli texnologiyalar bo'shatib berishyapti. Videoning boshida qo'yilgan statistika 2016-2017 yildagi hisob-kitob qilingan statistika. Hozirgi kunda esa metall keramikaning ulushi kamayib bormoqda va uning o'rnini estetik va biotizimga mos bo'lgan qoplamalar egallamoqda. Shunday texnologiya birini biz keyingi videoda inshaalloh ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Oxirida metall keramika bo'yicha nima demoqchi? Mening fikrimcha metall keramika bu ortopedik stomatologiyada estetikaga qo'yilgan ilk
katta bir qadamdir. Va bugungi kunda esa biz ikkinchi qadam qo'yishga asta-sekin harakat qilyapmiz. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentga o'z izohingizni yozib qoldiring. Eng ko'p like yig'gan kommentga biz 3 ta metall keramikani qo'yib berishga tayyormiz. G'olibimizni video qo'yilgan sanadan boshlab, roppa-rosa 1 oy 1 kundan keyin aniqlaymiz.